Yusuf Shokiyda 58-yilman. Shu klinikaga davleniyam oshgan hisobiga keldim. Shu yerda yotibman 5 kundan beri. Sizda ancha o'zgarishlar sezdingizmi? Yaxshiman, ancha yaxshiman. Kelganimda davleniyam ham tushdi. O'zimni yaxshi his qilaman. Klinikamizda qanday kamchiliklar yoki takliflaringiz bo'lsa bildirsangiz. Menimcha kamchilik ko'rmadim. Hammasi yaxshi. Klinikamiz taomnomasidan ko'nglingiz to'ldimi? Menga juda ham ma'qul keldi. Oshpazlari juda ham qo'li shirin ekan. Taomlari hammasi yoqdi. Klinikamizda sizga yoqqan jihatlarini aytib bera olasizmi? Klinika yaxshi, ozoda, toza. Doktorlar ham juda ham yaxshi. Hamshiralari ham juda ham anaqada kirib xabar olib turishibdi. Ko'rla qilib yengillik qilsa juda ham yaxshi tushishadi. Bundan keyingi kunlaringizda sizga salomatliklar tilaymiz. Doimo sog' bo'ling. Rahmat. Sizga ham rahmat. Rahmat.